Dubayda debyutantlar porladi. O'zbekiston Xitoyga qarshi kambek qildi. Dubayda legionerlarsiz yig'in o'tkazgan O'zbekiston milliy terma jamoasi Xitoyga qarshi mashg'ulot bahsida maydonga tushdi. Yopiq eshiklar ortida kechgan bellashuvda xarakter ko'rsatib kambek amalga oshirdi. Uchrashuvda eng yoqimli xabar: debyutantlar o'zini ko'rsatdi. 24 yoshli Javohir Husanov hamda 18 yoshli Behruz Karimov terma nomidan gol urdi. Mazkur bahsda oddiy o'rtoqlik o'yini emas, balki to'liq sinov maydoni bo'ldi. Mashg'ulot maqomida o'tkazilgan to'qnashuv 35 daqiqadan 3 bo'lim davom etdi. Fabio Cannavaro esa deyarli butun yig'inni o'yin ichida tekshirib chiqdi. Jami 29 nafar futbolchi maydonga tushirildi. Bu degani murabbiy har bir nomzodning tayyorgarligi, ruhiyati va o'yin ritmiga moslashishini amaliy holatda ko'rmoqchi. Uchrashuvda hisobni xitoyliklar ochdi. 12-daqiqada penaltidan, 20-daqiqada esa o'yindan gol urib, terma uchun vaziyatni og'irlashtirib qo'ydi. Ammo ikkinchi tarafdan bu oq bo'rilar uchun aynan kerakli ssenariy edi. Qiyin vaziyatdan chiqish, iroda va oxirigacha kurashish. Shu tariqa o'yinning oxirgi daqiqalarida kutilgan burilish bo'ldi. 91-daqiqada Javohir Husanov hisobni qisqartirib, kambekning eshigini ochdi. 105-daqiqada esa Behruz Karimov o'zining 18 yoshiga yarashmaydigan sovuqqonlik bilan hisobni tenglashtirib qo'ydi. Yoshlar uchun bunday gollar faqat statistika emas, bu ishonch va kelajak uchun signal. Endilikda yig'indagi navbatdagi sinov 30-yanvar kuni bo'ladi. O'zbekiston milliy jamoasi Armaniston klubiga qarshi yana bir mashg'ulot uchrashuvida maydonga tushadi. Cannavaro uchun esa bu bahslar bitta narsani hal qiladi: kim shunchaki yig'in ishtirokchisi, kim esa haqiqiy raqobatchi.